Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun har bir nafaqaxo'r uchun, ayniqsa hozirgi sharoitda juda muhim va dolzarb bo'lgan mavzuni muhokama qilamiz. Bugundan boshlab kuchga kirgan ba'zi o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Ular sizning nafaqa miqdoringizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu shunchaki ogohlantirish emas, balki sizning moliyaviy barqarorligingiz uchun kritik ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotdir. Bu ma'lumotni oxirigacha ko'rmasdan turib jiddiy xato qilishingiz mumkin. Chunki bu nafaqat sizga, balki oila a'zolaringizga ham tegishli bo'lishi mumkin. Shu sababli videoni hoziroq like bosing va kanalimizga obuna bo'ling, toki bunday muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaysiz. Keling, muammoning ildiziga chuqur kiraylik. Ko'pchilik uchun nafaqa bu asosiy, ba'zan esa yagona daromad manbai hisoblanadi. Shuning uchun unga oid har qanday o'zgarish katta e'tibor va diqqatni talab qiladi. Bugundan boshlab nafaqa hisoblash va to'lash tartiblarida ba'zi yangiliklar kuchga kirdi. Oldinlari nafaqa tizimi nisbatan soddaroq edi. U asosan ish stajiga va ish haqi miqdoriga asoslanardi. Hujjatlarni topshirish jarayonlari ham ko'pincha an'anaviy, ya'ni qog'oz shaklida amalga oshirilardi. Ish stajini tasdiqlash uchun asosan mehnat daftarchasi asosiy hujjat hisoblanardi. Biroq bugungi kunga kelib bu tizimda bir qancha muhim o'zgarishlar yuz berdi. Endi esa o'zgarishlar yanada murakkabroq tus oldi. Bugungi kundan boshlab nafaqa hisoblashda nafaqat ish staji va ish haqi miqdori, balki boshqa bir qator omillar ham hisobga olinadi. Jumladan, ba'zi kasb turlari uchun maxsus koeffitsiyentlar qo'llanishi, ayrim davrlar uchun ish stajini hisoblashning yangi usullari joriy etilishi mumkin. Eng muhimi, hujjatlashtirish jarayonlari raqamlashtirilmoqda va bu ba'zi hollarda eskirgan. Tartibga solinmagan hujjatlar bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Ya'ni ilgari oddiygina ish daftarchasi yetarli bo'lgan bo'lsa, endi qo'shimcha ma'lumotlar, arxiv hujjatlari yoki raqamli ma'lumotlar bazasidagi tasdiqnomalar talab etilishi mumkin. Bu o'zgarishlar nafaqaxo'rlarning ayrim toifalar uchun nafaqa miqdorining o'sishiga olib kelishi mumkin bo'lsa, boshqalar uchun esa ba'zi tushunmovchiliklar yoki hatto kamayish xavfini tug'dirishi mumkin. Shuning uchun har bir nafaqaxo'r o'zining shaxsiy holatini diqqat bilan tekshirib chiqishi va zarur choralarni ko'rishi shart. Keling, birinchi asosiy qismga o'tamiz. Nima bilishingiz kerak, kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi kerak? Avvalo, shuni bilishingiz kerakki, nafaqa tizimidagi har qanday o'zgarishlar jamiyatning barcha qatlamlariga har xil ta'sir ko'rsatadi. Bugundan boshlab amal qiladigan yangi qoidalar asosan nafaqa miqdorini aniqlash mexanizmlarini yanada adolatli va zamonaviy qilishga qaratilgan. Ammo bu yangiliklarning o'rtada ba'zi murakkabliklar ham yotadi. Kim xavotir olishi kerak? Birinchidan, ish stajida uzilishlar bo'lgan yoki mehnat faoliyatining ba'zi davrlarini hujjatlar bilan tasdiqlashda qiyinchiliklarga duch kelgan shaxslar. Masalan, qora bozorda ishlagan, chet elda ishlagan yoki individual tadbirkorlik faoliyatini to'liq rasmiylashtirmagan davrlari bo'lganlar. Ikkinchidan, o'zining mehnat daftarchasidagi yozuvlariga to'liq ishonchi komil bo'lmaganlar yoki ularda xato va kamchiliklar mavjud bo'lsa. Uchinchidan, oxirgi 5 yil ichida bir necha bor ish joyini o'zgartirganlar yoki turli sohalarda faoliyat yuritganlar. Chunki yangi tizimda har bir ish joyidagi daromadlar va to'langan ijtimoiy ajratmalar yanada batafsil tekshirilishi mumkin. To'rtinchidan, nafaqa oladigan, ammo nogironligi bo'rligi sababli muntazam ravishda tibbiy ko'rikdan o'tib turish kerak bo'lganlar. Yangi qoidalar tibbiy ko'riklar va nogironlik darajasini tasdiqlash tartibini yanada qattiqlashtirishi mumkin. Kim xavotir olmasligi kerak? O'zining butun mehnat faoliyati davomida rasmiy ravishda bir tashkilotda ishlagan, barcha hujjatlari tartibda bo'lgan va mehnat daftarchasidagi ma'lumotlari to'liq va aniq bo'lgan shaxslar odatda xavotirlanishga hojat topishmaydi. Ularning nafaqasi ko'pincha yangi qoidalarga muvofiq qayta hisoblanishi va hatto oshishi mumkin. Shuningdek, allaqachon maksimal nafaqa miqdorini olib turganlar uchun ham katta o'zgarishlar kutilmaydi. Keling, endi bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqamiz. Ular yangi o'zgarishlarning turli nafaqaxo'rlarga qanday ta'sir qilishini aniqroq ko'rsatib beradi. Misol 1, Ahmad Bobo ish staji to'liq va rasmiy. Ahmad Bobo butun umri davomida, ya'ni 40 yil davomida bitta davlat korxonasida ishlagan. Uning mehnat daftarchasi to'liq va to'g'ri to'ldirilgan. Unga oid barcha ijtimoiy ajratmalar o'z vaqtida to'lab borilgan. Qanday o'zgarishlar kutilmoqda? Yangi qoidalar bo'yicha Ahmad Boboning nafaqasi qayta hisoblanishi mumkin.
Agarda uning ish haqi oxirgi o'rtacha ish haqi bo'yicha hisoblanganda ilgari qo'llanmagan koeffitsiyentlar yoki bolalar tizimi joriy etilgan bo'lsa, uning nafaqa miqdori o'sishi ehtimoli yuqori. Misol uchun, ilgari Ahmad bobo 2 million so'm nafaqa olgan bo'lsa, yangi hisob kitoblar natijasida uning nafaqasi 2 million 1 ming so'mga yetishi mumkin. Chunki uzoq yillik sadoqatli mehnat va to'liq rasmiy staj uchun qo'shimcha ballar berilgan. Ahmad bobo xavotirlanishi shart emas. Unga faqat o'z nafaqa hisob varag'ini muntazam tekshirib turish tavsiya etiladi. Misol 2. Gulnora opa aralash ish staji va tadbirkorlik faoliyati. Gulnora opa 2 yil davlat maktabida o'qituvchi bo'lib ishlagan. So'ngra 10 yil davomida individual tadbirkorlik faoliyatini yuritgan, tikuvchilik sexini boshqargan. Ammo uning bu tadbirkorlik davriga oid ijtimoiy ajratmalari va daromadlari to'liq rasmiylashtirilmagan yoki qisman yashirilgan. Qanday o'zgarishlar kutilmoqda? Yangi qoidalar tadbirkorlik davrini hisoblashda yanada shaffoflikni talab qiladi. Agar Gulnora opa o'zining tadbirkorlik davridagi daromadlarini tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, soliq deklaratsiyalari, bank ko'chirmalari, patentlar taqdim eta olsa, bu davr uning ish stajiga to'liqroq hisoblanishi mumkin. Ilgari uning tadbirkorlik davri kam qiymatda hisoblangan bo'lishi mumkin yoki umuman hisoblanmagan. Endi agar u kerakli hujjatlarni to'play olsa, nafaqasi o'sishi mumkin. Masalan, avval 1 million 800 ming so'm nafaqa olgan bo'lsa, qo'shimcha hujjatlar taqdim etilgandan so'ng 1 million 970 ming so'mga ko'tarilishi mumkin. Ammo agar hujjatlarni taqdim eta olmasa, bu davr uning stajiga to'liq kiritilmasligi va natijada nafaqasi oshmasligi yoki hatto uning oldingi nafaqa miqdori saqlanib qolishi mumkin. Gulnora opa xavotirlanish kerak va zudlik bilan kerakli hujjatlarni yig'ishni boshlashi lozim. Misol 3. Farhod aka nogironlik nafaqasi va yangi tibbiy talablar. Farhod aka tug'ma nogironlik tufayli ikkinchi guruh nogironlik nafaqasini oladi. Uning nafaqasi muntazam ravishda qayta ko'rikdan o'tish orqali tasdiqlanib kelgan. Qanday o'zgarishlar kutilmoqda? Yangi qoidalar nogironlikni belgilash va qayta ko'rikdan o'tkazish tartibini takomillashtirishi mumkin. Tibbiy xulosalarni olish jarayonlari yanada qattiqlashgan yoki yangi standartlar joriy etilgan. Farhod aka uchun bu shuni anglatadiki, u yangi ko'rikdan o'tishda avvalgidan ko'ra ko'proq hujjatlar yoki tekshiruvlar talab qilinishi mumkin. Biroq shu bilan birga yangi qoidalar nogironlarga qo'shimcha ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralarini ham nazarda tutishi mumkin. Masalan, agar Farhod aka ilgari faqat nogironlik nafaqasi olgan bo'lsa, endi yangi dasturlar doirasida qo'shimcha moddiy yordam yoki tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Masalan, uning nafaqasi 1 million 500 ming so'm bo'lgan bo'lsa, yangi imtiyozlar sababli yana 1 ming so'm qo'shimcha to'lov bo'lishi mumkin. Farhod aka tibbiy ko'rik jarayonlariga diqqat bilan yondashishi va barcha yangi talablarga tayyor turish kerak. U ham xavotirlanishi kerak, chunki yangi tibbiy talablarni bajarmaslik nafaqa miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, yangi o'zgarishlar turli shaxslarga turlicha ta'sir qiladi va har bir nafaqaxo'r o'zining shaxsiy holatini diqqat bilan ko'rib chiqishi shart. Ikkinchi muhim qismga o'tamiz. Qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Nafaqa tizimidagi har qanday o'zgarishlarda har doim umumiy qoidalarga kirmaydigan istisnolar, e'tibor berilishi kerak bo'lgan tuzoqlar va tushunilishi qiyin bo'lgan noaniq nuanslar mavjud bo'ladi. Bu joylarda ehtiyotkor bo'lish kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldini olishga yordam beradi. Qoidalardagi istisnolar. Birinchidan, maxsus xizmatlar uchun nafaqa oluvchilar. Masalan, harbiy xizmatchilar, ichki ishlar organlari xodimlari, olimlar, san'atkorlar va sportchilar kabi toifalar uchun nafaqa hisoblashning o'ziga xos qoidalari mavjud. Yangi o'zgarishlar ularning tizimiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmasligi mumkin yoki aksincha, ularning imtiyozlarini yanada kengaytirishi yoki ba'zi shartlarni o'zgartirishi mumkin. Shuning uchun bu toifadagi nafaqaxo'rlar o'zlarining vazirliklarga yoki maxsus tashkilotlarga murojaat qilib, aniq ma'lumot olishlari shart. Ikkinchidan, chet elda ishlagan shaxslar. Agarda siz chet elda rasmiy ravishda ishlagan bo'lsangiz va o'sha davlatning pensiya jamg'armalariga ijtimoiy ajratmalar to'lagan bo'lsangiz, O'zbekistonning yangi pensiya qonunchiligida xalqaro shartnomalarga asosan bu davrlar hisobga olinishi mumkin. Ammo bu har bir davlat bilan tuzilgan bitimga bog'liq. Bu yerda nuans shuki,
barcha mamlakatlar bilan bunday bitimlar mavjud emas va har bir davlatning o'z qonunchiligi bor. Shu sababli bunday vaziyatdagi nafaqaxo'rlar o'zlarining mehnat faoliyatini tasdiqlovchi hujjatlar bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilishlari kerak. Tuzoqlar. Birinchi tuzoq hujjatlarni yangilamaslik. Ko'pchilik o'zining shaxsiy ma'lumotlaridagi familiya o'zgarishi, pasport ma'lumotlari, yashash joyi o'zgarishlarni pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida bildirmaydi. Bu esa nafaqa to'lovlarida uzilishlarga yoki hatto nafaqani vaqtinchalik to'xtatib qo'yishga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, agar sizning pasport ma'lumotlaringiz o'zgargan bo'lsa, ammo siz bu haqda xabar bermagan bo'lsangiz, tizim sizni eski ma'lumotlar bilan qidirishi va to'lovlar amalga oshirilmay qolishi mumkin. Ikkinchi tuzoq muddatlarni o'tkazib yuborish. Ba'zi imtiyozlar yoki qayta hisoblashlar uchun murojaat qilishning qat'iy muddatlari belgilanishi mumkin. Agar siz bu muddatlarni o'tkazib yuborsangiz, sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovlar yoki imtiyozlardan mahrum bo'lishingiz mumkin. Masalan, agar yangi qonun bo'yicha ma'lum bir davr uchun nafaqani qayta hisoblash uchun 3 oy muddat berilgan bo'lsa, bu muddatdan keyin murojaat qilsangiz, afsuski imkoniyati boy berasiz. Uchinchi tuzoq eskirgan ma'lumotlarga tayanish, faqatgina radio, gazeta yoki qo'ni-qo'shnilardan eshitilgan ma'lumotlarga ishonish jiddiy xatolarga olib kelishi mumkin. Pensiya qonunchiligi doimiy ravishda o'zgarib turadi va faqat rasmiy manbalardan olingan ma'lumotlargina haqiqatni aks ettiradi. Ba'zan shaxsan men ham ba'zi pensiya masalalari bo'yicha har bir yangilikni tekshirishga majbur bo'laman. Noaniq nuanslar. Birinchi noaniq nuans o'zgarishlarning kuchga kirish sanasi. Yangi qonunlar yoki qarorlar e'lon qilingan kundan boshlab emas, balki ularda ko'rsatilgan kundan boshlab kuchga kirishi mumkin. Bugundan boshlab deyilgan joyda ham bu har doim ham e'lon qilingan kunni anglatmaydi. Balki belgilangan biror sanani bildiradi. Shuning uchun har bir hujjatning oxiriga diqqat qilib, ushbu qaror kuchga kiradi degan jumlaning yonidagi sanani tekshirish muhim. Bu ayniqsa qayta hisoblash jarayonlarida muhim ahamiyatga ega. Chunki agar o'zgarish fevral oyida e'lon qilinib, martdan kuchga kirsa, fevral oyining nafaqasi eski tartibida hisoblanadi. Ikkinchi noaniq nuans. Inflyatsiya va nafaqa indeksatsiyasi. Nafaqalar muntazam ravishda inflyatsiyani qoplash maqsadida indeksatsiya qilinadi, ya'ni oshiriladi. Bu ba'zi bir jiddiy qonunchilik o'zgarishlari bilan adashtirilishi mumkin. Inflyatsiya sababli nafaqa oshishi bu tizimdagi global o'zgarish emas, balki odatdagi tartib. Sizning nafaqangizdagi bugungi o'zgarishlar aynan qonunchilikdagi o'zgarishlarmi yoki oddiy indeksatsiyami? Buni aniqlash muhim. Yangi qoidalar ko'pincha nafaqa hisoblash formulasini, ish stajini hisoblash usulini o'zgartiradi. Indeksatsiya esa mavjud formulaga ko'ra miqdorni oshiradi. Uchinchi noaniq nuans, yangi texnologiyalar. Pensiya jamg'armasi xizmatlari raqamlashtirilmoqda. MyGovuz portali orqali ko'plab xizmatlarni olish mumkin. Ba'zi nafaqaxo'rlar uchun bu qiyinchilik tug'dirishi mumkin, chunki ular yangi texnologiyalardan foydalanishni bilmaydilar. Ammo bu ularni pensiya jamg'armasining xizmatlaridan foydalanish imkoniyatidan mahrum etmasligi kerak. Ularga yordam beruvchi yaqinlari yoki elektron xizmat ko'rsatish markazlari yordamga kelishi mumkin. Bu yangi imkoniyatdan to'liq foydalanish sizga qulaylik yaratadi va vaqtingizni tejaydi. Bu nuanslarni tushunish sizga nafaqa tizimidagi o'zgarishlarni to'g'ri baholash va kerakli choralarni ko'rishda yordam beradi. Endi esa eng muhim qism, amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Nafaqa tizimida yuz bergan o'zgarishlar haqidagi ma'lumotlar bilan tanishganingizdan so'ng, endi qanday harakat qilishingiz kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar beraman. Har bir qadamni diqqat bilan bajaring, chunki bu sizning kelajakdagi moliyaviy ahvolingizga bevosita ta'sir qiladi. 1. Rasmiy manbalarni tekshiring. Eng birinchi navbatda nafaqa tizimidagi o'zgarishlar haqidagi ma'lumotlarni faqat rasmiy manbalardan oling. Bular O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti Pensiya.uz, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining Lex.uz axborot qidiruv tizimi, shuningdek MyGov.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali va ishonchli ommaviy axborot vositalari, rasmiy gazeta. Televideniya yangiliklari bo'lishi kerak. Bu manbalarda yangi qonun hujjatlari, prezident farmonlari va hukumat qarorlari rasman e'lon qilinadi. E'lon qilingan hujjatlarning matnini to'liq o'qib chiqing. Ayniqsa o'zgarishlar va kuchga kirish sanasi bo'limlariga alohida e'tibor qarating. 2. Barcha hujjatlaringizni to'plang va tartibga keltiring.
Bu sizning nafaqa miqdoriga ta'sir qiladigan asosiy omillardan biridir. Quyidagi hujjatlar sizda to'liq va tartibda bo'lishi shart. Mehnat daftarchasi. Undagi har bir ish joyidagi yozuvlarning to'g'riligiga ishonch hosil qiling. Ishga qabul qilingan va ishdan bo'shatilgan sanalar. Lavozimlar aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar unda yozuvlar tushunarsiz yoki xato bo'lsa, zudlik bilan avvalgi ish joyingizning kadrlar bo'limiga yoki arxivga murojaat qilib, aniqlik kiritishga harakat qiling. Diplomlar va ta'lim hujjatlari. Agar siz o'qigan davringiz ish stajiga qo'shilishi kerak bo'lsa, masalan, oliy ta'lim muassasasida kunduzgi bo'limda o'qigan davringiz, bu hujjatlar zarur bo'ladi. Nikoh guvohnomasi. Farzandlarning tug'ilish haqidagi guvohnomalari. Agar sizda oila a'zolari tufayli imtiyozlar mavjud bo'lsa, masalan, ko'p bolali onalar uchun bu hujjatlar muhimdir. Nogironlik guvohnomasi va tibbiy xulosalar. Agar siz nogironlik nafaqasi olsangiz, tibbiy mehnat ekspert komissiyasining xulosalari va tegishli hujjatlar yangi talablarga mos kelishi kerak. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, ayniqsa 2005 yilgacha bo'lgan davr uchun ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Agarda sizning mehnat daftarchangizda ish haqi ko'rsatilmagan bo'lsa, avvalgi ish joyingizdan yoki arxivdan bu ma'lumotnomalarni olishingiz kerak. Boshqa tegishli hujjatlar. Masalan, tadbirkorlik faoliyatingizni tasdiqlovchi soliq deklaratsiyalari, patentlar, litsenziyalar yoki bank ko'chirmalari. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Hujjatlaringizni tartibga keltirgach. Hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan murojaat qiling. Qayerga borish kerak? O'zingiz doimiy yashash joyingizdagi yoki oxirgi ish joyingiz ro'yxatga olingan tuman, shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Nima deyish kerak? Sizga tegishli bo'lgan yangi qoidalar asosida nafaqangizni qayta hisoblash imkoniyatini ko'rib chiqishni so'rang. O'zgarishlar qandayligini, sizga qanday ta'sir qilishini aniqlab oling. Agar biron bir hujjat yetishmayotgan bo'lsa, ularning ro'yxatini aniqlab, qayerdan olish mumkinligini so'rang. Nima yozish kerak? Agar zarurat tug'ilsa, nafaqani qayta hisoblash yoki ma'lum bir davrdagi ish stajini hisobga olish haqida rasmiy ariza yozishingiz mumkin. Arizada o'z FShingizni, pasport ma'lumotlaringizni, yashash manzilingizni va murojaat sababini aniq ko'rsating. Shuningdek, ilova qilingan hujjatlar ro'yxatini ham kiriting. Ariza 2 nusxada tayyorlanishi va bir nusxasiga pensiya jamg'armasi xodimining imzosi va sanasi qo'yilgan holda sizda qoldirilishi muhimdir. Bu sizning murojaatingiz tasdig'i bo'ladi. 4. Onlayn xizmatlardan foydalaning. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati va ko'nikmalari bo'lsa, MyGov.uz portalidan foydalanib ba'zi ma'lumotlarni tekshirishingiz yoki xizmatlarni olishingiz mumkin. Masalan, ish stajini tekshirish, nafaqani hisoblash kabi xizmatlar mavjud bo'lishi mumkin. Bu sizga vaqtni tejash imkonini beradi. Shuningdek, ba'zi bir ma'lumotnomalarni ham shu portal orqali olish mumkin. Agar o'zingizda bu qobiliyat bo'lmasa, farzandlaringizdan, nabiralaringizdan yoki qo'shnilaringizdan yordam so'rashdan tortinmang. Davlat xizmatlari markazlarida ham bu borada yordam berishadi. 5. Sabr toqatli bo'ling. Nafaqalarni qayta hisoblash yoki o'zgarishlarni amalga oshirish biroz vaqt talab qilishi mumkin. Bu jarayonda shoshilmaslik va sabr toqatli bo'lish muhimdir. Murojaatingiz holatini muntazam ravishda tekshirib turing, ammo haddan tashqari tez-tez bezovta qilmang. Ushbu amaliy maslahatlarga amal qilish sizni yangi o'zgarishlarga tayyor bo'lishingizni va sizga tegishli bo'lgan nafaqa miqdorini to'g'ri olishingizni ta'minlaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, aziz do'stlar, bugungi videoda muhokama qilingan ma'lumotlar har bir nafaqaxo'r uchun juda muhimdir. Biz nafaqa tizimidagi yangi o'zgarishlar kimlarga bu o'zgarishlar ta'sir qilishi mumkinligi, qanday tuzoqlar va noaniq nuanslar mavjudligi hamda eng muhimi, siz nima qilishingiz kerakligi haqida batafsil gaplashdik. Unutmang, bu masalada faol bo'lish, o'z huquqlaringizni bilish va kerakli choralarni o'z vaqtida ko'rish juda muhim. Tafsilotlarni e'tiborsiz qoldirmang, chunki har bir kichik tafsilot sizning nafaqangiz miqdoriga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Sizning nafaqangiz sizning mehnatingiz va hayotingiz davomidagi sadoqatingizning mevasidir. Uni himoya qilish va to'g'ri miqdorda olish sizning haqqingizdir. Agar sizda bu mavzu bo'yicha savollar, tushunmovchiliklar yoki shaxsiy tajribangiz bo'lsa, iltimos izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Biz sizning savollaringizga javob berishga harakat qilamiz va boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin bo'lgan muhokamalar uyushtiramiz. Videoni shu yerda tugatamiz. Agar video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa,
albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero bizning kanalimizda siz har doim dolzarb va foydali ma'lumotlarni topishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha